Ming quyosh shu'lasi. Muallif Xolid Husayni. 1978-yil aprel. Maryam 19 ga qadam qo'ygan kuni Mir Akbar Haybar degan kishining murdasini topishdi. 2 kun o'tib Qobulda katta namoyish bo'ldi. Hammaning og'zida shu gap. Maryam uyining derazasidan ko'chaga, qo'shnilarning tranzistor karnayiga quloq tutib yangiliklarni eshitishni, og'irayoq Faribaning notanish sariqsoch xotin bilan qo'lini beliga tirab gap sotib o'tirganini ko'rib turardi. Maryam Mallasoch xonim qo'lidan ushlab turgan rangpar bolakayni tanidi. Uni Tariq deb chaqirishardi. Maryam bilan Rashid ko'chaga chiqmay, uylarida radio tinglashardi. Xabar qilinishicha, 10 ming namoyishchi hukumat uyi oldida to'planibdi. Rashidning aytishicha, ular o'sha o'ldirilgan kommunist Mir Akbar Haybarning tarafdorlari bo'lib, ular bu qotillikda Dovudni ayblashayotgan ekan. Kommunist degani kim? So'radi Maryam. Bular Karl Marksga sig'inadiganlar. To'ng'illadi Rashid peshonasini tirishtirib. Karl Marks deganingiz kim? Rashid chuqur uf tortdi. Suxandon qiz Nurmuhammad Taraqqiyning namoyishchilar qarshisida turib nutq so'zlaganini aytayotgandi. Men so'ramoqchi bo'lganim, bunaqa narsalarga aqling yetmaydi. Miyang qovoqning o'zginasi. Shuning uchun ovozingni o'chirib o'tir. Maryam jim qoldi. U erining bu tahlil qo'pol muomalasi, mazax va istehzolariga allaqachon ko'nikib bo'lgandi. 4 yillik turmushi mobaynida u erining oldidagi e'tibori qanchalik ekaniga ishonch hosil qilgandi. Eriga bir gap kam, 2 gap ortiqcha bo'lib qolgan. Shu 4 yil ichida hammomdagi noxushlikdan so'ng umid shamchirog'i bu xonadonda 6 marotaba yonib o'chdi. Har gal doktor qabulidan noxush kayfiyatda qaytganda Maryamning qayg'u yuki va Rashidning qahr xaltasi bir sidra og'irlashardi. Endilikda erini hamma narsa asabiylashtirgan bo'lib qolgan, holbuki uyi yog' tushsa yalagudek, kiyimlariga gard yuqmagan, obi-ovqat ham o'z o'rnida bo'lardi. Bir kun erining kelishi oldidan Maryam yangi sotib olgan pardoz-andoz bo'yoqlari bilan bezanib qarshi oldi. Ammo eri uni ko'rib aftini burishtirgancha g'ijinib qo'ydi xolos. Maryam ham shu zahoti yuzini yuvib tashladi. Kech kirishi, eshik g'irchillashi bilan Maryamning yuragi bezillab qolgandi. Eri keldimi? Demak, hozir yana bir dilxiralik boshlanadi. Axir sho'rlik Maryam nima qilsin? Rashidning o'g'lini ortga qaytarish uning inon ixtiyorida emas-ku. Loqal uning o'rnida boshqasini tug'ib berganida edi. Endi nima bo'ladi? So'radi u yana bir oz o'tirib. Eri unga yer ostidan bir o'qrayib qo'ydi-da, radioni o'chirib xonasiga yo'l oldi. 27-aprel kuni hamma yoqda otishmalar boshlandi. Maryam o'q ovozidan cho'chib o'zini mehmonxonaga urdi. Rashid ichki kiyimda deraza oldida turardi. Shahar osmonida harbiy samolyotlar quzg'undek charx urar. Uzoqdan nimalardir portlar, havoga quyuq tutun urilardi. Nima bo'lyapti, Rashid? Xudo biladi. Radioning qulog'ini buradi Rashid. Biz nima qilamiz? Kutamiz. Kunning o'tishi qiyinlashmoqda edi. Rashid esa radiopromnikning yonidan jilmas. Maryam oshxonada ismaloq va guruchdan ovqat tayyorlashga unayotgandi.
Bu uyda quvonch sharpasi kezmaganiga ham ancha bo'ldi. Eri endi faqat uning ovqatidan ayb topadigan bo'lib qolgan. Maryam erining oldida taqsimcha qo'ygan paytida radiodan madhiya sadolari jaranglay boshladi. Sabzi, afg'oncha taom tahir tayyorlagandim. Jim. Eri qulog'ini radiopromnikka bosdi. Harbiy havo kuchlari polkovniki Abdulqodir gapirardi. E'lon qildi diktor. Polkovnikning bayonotiga ko'ra, ularning diviziyasi aeroportni, shaharning asosiy magistral yo'llarini, Kobul radiosini, bir qator va vazirliklarni egallabdi. Dovudxon tarafdorlari taslim bo'libdi. Qurolli kuchlar inqilobiy kengashi tuzildi. Tantanavor e'lon qildi polkovnik. Endi bizning yurtimizda tengsizlik, nohaqlik va istibdod tuzumi barham topdi. Hukumat xalqning qo'liga o'tdi. Vatandoshlarim, vatanimiz tarixda yangi sahifa ochildi. Bizni porloq kelajak kutayotir. Rashid radioni o'chirdi. Bu yaxshimi, yomonmi? So'radi Maryam. Boylarga qiyin bo'ladi, dedi Rashid bosh chayqab. Keyin esa shokosadagi guruchga imo qildi. Issiqmi? Hozir o'choqdan oldim. Unda suzchi? Fariba og'riqdan badani zirqirab, tirsagiga tayanib turar. Qizil, sariq uchqunlar tun bag'rini yoritib o'tardi. Faribaning sochlari parishon, yuzlarida ter rezalangan, keksa doya vajma ota-bola yangi tug'ilgan chaqaloqning sariq sochlariga, qizg'ish yuzchalariga, chimirilgan lablariga, ko'mko'k ko'zlariga hayrat bilan tikilib turishardi. Qizaloqning yig'isi xuddi mushuk miyovlashini yodga solardi. Hamma xursand. Oilaning eng taqvodor vakili Ahmad chaqaloqning qulog'iga azon aytdi. Demak, ismi Laylo bo'ldimi? So'radi hakim qizchasini qo'liga olib. Laylo, tun go'zali degani. Rashid guruchni dumaloqlab soqqacha yasadi va og'ziga soldi. Keyin yana bitta, keyin aftini burishtirib dasturxonga tupurdi. Nima bo'ldi? Yuragi hapqirlab ketdi Maryamning. Nima bo'ldi? Xirilladi Rashid. Har doim shu ahvol. Har doimgidek, o'zingiz aytgandek uzoqroq qaynatdim. Aldama. O'lay agar. Rashid ovqat to'la taqsimchani nari surib, ko'chaga chiqib ketdi. Maryam tizzalab olgancha dasturxonga sochilgan guruch donalarini tera boshladi. Uning qo'llari asabiy titrardi. Chuqur-chuqur nafas olishga urindi. Yana eshik ochilib, Rashid kirib keldi. Ey, bu yoqqa kel. Rashid hovuchini ochganda bir siqim mayda toshlar sochilib ketdi. Og'zingga sol. Nima? Anavi toshlarni og'zingga sol deyapman. Rashid, qo'ysangizchi. Eri kuch bilan uning iyagidan tutib jag'ini qisdi va ochilgan og'ziga mayda toshchalarni joyladi. Maryam uning qo'lidan yulqinib chiqmoqchi edi, bo'lmadi. Chayna. Maryam chamasi shafqat so'rab g'uldiradi, ammo toshlar orasidan birorta so'zni ilg'ashning iloji yo'q edi. Chayna, baqirdi eri og'zidan tamaki isi ufurib. Maryam noiloj chaynashga tushdi. Og'zida nimadir qirsillab ketdi. Yaxshi, pishqirdi eri yanoqlari o'ynab.
Pishirgan ovqating qanchalik shirin ekanini bildingmi? Men senga uylanib, nimaga ega bo'lganimni endi payqagandirsan? Ha, men har kuni ana shunday ovqat yeyman. Uning qorasi uchdi. Maryam qonga belangan toshchalarni birin-ketin tupura boshladi. Yerga sochilgan toshchalar orasida 2 kurs tishi ham bor edi. Kobul, 1987-yil. Bahor. Har tongda Laylo faqat bir narsani, tezroq o'rtog'i Tariqni ko'rishni istardi. 2 hafta ilgari ularning oilasi G'azniga, Tariqning tog'asinikiga mehmon bo'lib ketishgandi. Ancha payt qolib ketasanmi? So'radi Laylo safar oldidan. 13 kunga xolos. Voy bu, muncha ko'p? Ha, nega quvog'ing osilib ketdi? Yig'lavorma tag'in. Nima, meni? Hecham-da. Laylo erkalanib bolaning sog' oyog'ini. Uning bir oyog'i protez edi. Turtib qo'yar, bunga javoban Tariq ham uning yelkasiga yengil shapillatardi. 13 kun, bu qariyb 2 hafta degani. Laylo vaqt ham xuddi Tariqning otasi ba'zan pushtuncha ashula aytgan chog'ida chaladigan akordeonning g'ijimmasiga o'xshab kengayib qisqarishini ana shunda tushundi. Yana Layloning ota-onasi janjalni boshladi. Har doimgidek onasi baqirib uyni boshiga ko'taryapti. Otasi esa bir chetda mung'aygancha boshini quyi solib o'tiribdi. Laylo shovqin kirmasligi uchun xonaning eshigini qattiqroq yopib oldi. Har kuni ertalab pastdan otasining ovozi eshitiladi. Qizim, men ishga kechikyapman. Laylo shoshilgancha tuflisini kiyadi. Oynaga qarab, yelkasiga tushadigan mallarang sochlarini taraydi. Onasining aytishicha, uning sochlari ham, ol yanoqlari ham, shirin kulguchi-yu qalin kipriklari ham ona tomonga tortgan ekan. Buvim Panjsher vodiysidagi eng go'zal qiz bo'lgan ekanlar. Yigitlar buvimni deb jon berishga tayyor turisharkan. Ana shu go'zallik 2 avlod o'tib senga nasib qilgan qizim, derdi onasi. Uning ota-onasi Panjsher tojiklaridan edi. Ular turmush qurishgach Kobulga ko'chib kelishgan, keyin otasi universitetga kirgan edi. Laylo onasining o'z xonasidan chiqmasligiga umid qilib zinadan pastga tushardi. Hozir otasi eshik ko'ziga hasharotlar kirmasligi uchun qoplagan doka ro'mol qarshisida cho'kkalab turardi. Ko'ryapsanmi? Otasi unga 2 hafta oldin mato yuzida paydo bo'lgan teshikchani ko'rsatdi. Laylo otasining yonidan joy oldi. Yaqinda teshilgan shekilli. Men ham oyingga shunaqa desam, nega qaramaysan, uy pashshaga to'lib ketyapti, debdi. Laylo ich-ichidan otasiga kalta bo'yli, chuvakkina, qo'llari ayollarniki singari nozik bo'lgan bu erkakka ich-ichidan achindi. U uyda otasini kitobsiz o'tirganini tasavvur qila olmasdi. U mutolaa paytida hamma narsani unutadi. U Rumiy, Hofiz g'azallarining deyarli barini yoddan bilar. Afg'onistonning Rossiya va Britaniya bilan urushi haqida soatlab gapira olardi. Yerdan quyoshgacha bo'lgan masofani ham aniq bilardi. Kobulda G'azniygacha bo'lgan masofadan 5000 marta ko'proq, degan bir marta u tasavvur uyg'otish uchun. Lekin uydagi arzimas yumushlarni qilishga ham otasining uquvi yetmas. Eshiklar yog'lanmagani uchun hamisha g'irchillab turar. Oshxonadagi javonlarni mog'or bosib yotardi.
Onasining aytishicha, shu paytgacha bunday yumushlar Nur bilan Ahmaddan ortmasdi. Ammo ular hozir sho'raviylarga qarshi urushga ketishgan. Bugun oyning nechinchisi? 5-mi, 6-mi? So'radi otasi parishon xotirlik bilan. Bilmadim, kunlarni hisoblab yurmayman, dedi Laylo yerga qarab. Nihoyat ular ko'chaga chiqishdi. Laylo velosipedning orqa o'rindig'iga joylashayotganida qo'shnilari Rashid Etiqdo'z va uning odamovi xotini turadigan uy derazasi oldida Mercedes-Benz mashinasini ko'rishdi. Mashina ichida 2 notanish odam o'tirardi. Bular kim? So'radi qizcha. Bizga nima? Dedi otasi. Tezroq qimilla. Kech qolamiz. Shu topda qizchaning qulog'iga yana onasining otasiga aytgan kinoya-nomuz gaplari jarangladi. Nuqul gapingiz shu. Menga nima? Ha, sizga nima? 2 o'g'lingiz urushga jo'nadi. Sizga nima? O'z bolalaringiz xuddi o'ynashdan tug'ilgan bolalardek o'z holicha chiqib ketdi. Sizga nima? Sizga faqat kitob bo'lsa bo'ldi. Otasi tepkini aylantirib velosipedni haydab ketdi. Velosiped Mercedes-Benzning yonidan o'tib borarkan, orqa o'rindiqda o'tirgan jigarrang kostyumda, ko'krak cho'ntagidan oppoq ro'molchasining uchi ko'rinib turgan ozg'in, oqsoch erkakka qiziqsinib qaradi. Mashinaning raqamidan ularning Hirotlik ekanligini payqadi. Afg'onistonda mashina raqamlarida viloyat va shahar nomlari to'liq yozib qo'yiladi. Laylo sinfda parishon xotir bo'lib o'tirdi. Xayoli tarixda edi. Qachon kelarkan? Tinchlikmikan? O'qituvchi xotinning ismi Shanzay bo'lib, hamma uni orqavorotdan bo'yoqchi xola deb chaqirardi. Chunki u tartibbuzar bolalarning xuddi cho'tkaning 2 tarafini aylantirib devor oqlayotgan bo'yoqchidek kaftning 2 tomoni bilan navbatma-navbat shapillatib qo'yardi. U hamisha o'zining xoslik, kambag'al dehqon oilasida tug'ilganini ta'kidlashdan charchamas. O'quvchi qizlarning yuzini berkitishlariga ruxsat bermas. Nuqul erkak va ayollarning tengligini uqtirardi. Uning fikricha, sho'raviylar davlati yer yuzidagi eng yaxshi va qudratli davlat edi. U Afg'onistonda ham ana shunday yorug', baxtiyor kunlar keladi deb bolalarni ishontirmoqchi bo'lardi. Bo'yoqchi xolaning orqasida ushbu bayonot bepoyon mamlakatning xaritasi, prezident Najibulloning portreti, kulib turgan sho'roviy askarlarning suratlari osilib turardi. Laylo aynan aprel inqilobi paytida tug'ilganini uni o'qituvchi uni inqilobchi qizaloq deb atardi. O'sha kuni darslar tugaganida onasi Layloni olib ketish uchun kelmadi. U sinfdoshlari Jiti va Hasina bilan yo'lga tushdi. Jiti qovog'idan qor yog'ib turadigan qiz bo'lib, 2 o'rim sochi xuddi uloqchaning dumidek dikkayib turar. Darsliklarni xuddi qalqondek ko'ksiga bosib olgandi. Hasina esa 12 yoshda bo'lib, darslarni o'zlashtirolmagani uchun 3 yil bir sinfda qolib ketgandi. Uning tili ham o'tkirgina bo'lib, muallimga bo'yoqchi xola laqabini ham u o'ylab topgandi. Hasina bu gal ularni yoqtirmayotgan kuyovlarni qanday rad etishda dugonalariga saboq berib ketdi. Hali men kichkinaman-ku, dedi Jiti. Menda kuyov nima qilsin, hali menga sovchi kelgani yo'q.
soqoling chiqqani uchun er olmayotgandir-da, atay uning jig'iga tegdi Hasina. Hazilni tushunmaydigan Jiti qo'rqib ketdi. Iyagini ushladi va mo'ltirlab Layloga termuldi. Laylo esa kulib bosh chayqab qo'ydi. Xullas, kuyov sizlarga yoqmadimi? Uydan 2 banka loviya olib chiqasiz va endigina choy ho'playotgan paytda yuz ko'ziga qarab sevib borasizlar. Tamom. Qizlar kulib yuborishdi. Layloga hali bunday nasihatlarning keragi yo'q edi. Chunki otasi baribir uni hali-veri erga bermaydi. Garchi u hozir non zavodida ishlasa-da, universitetni tugatgan. Kommunistlar davlat tepasiga kelgancha maktabda dars berardi. Keyin uni maktabdan haydashdi. Hozir otasining yagona istagi qizini o'stirib o'qitishdan iborat edi. Qizim, turmush qurish qochmaydi. Ammo vaqtida bilim olish kerak. Shuning uchun sen albatta o'qiysan. Urush tugasa, sendek bilimli qizlar vatanga kerak bo'ladi. Laylo otasining ma'rifatparvarligidan faxrlanar, o'zi ham a'lo o'qishga tirishardi. Har yili maktabdan maqtov yorlig'i olardi. Hasinaning otasi esa badjahl, to'pori taksichi edi. Yana 3 yildan so'ng Hasinani o'zidan 20 yosh katta amakivachchasiga erga berisharkan. Demak, eslab qoldinglar-a, qizaloqlar? Hasina ohista Layloning qulog'iga shivirladi. Seni esa baribir o'sha bir oyoqli shahzodang kelib olib ketadi. Laylo ilk qo'lidan tortib oldi. U tarix haqida bunaqa qo'pol va sovuq gap eshitishni kutmagandi. Boshqalar haqida bunaqa deb o'ylamaydi, dedi Jiti yovqarash qilib. Axir bechora urush tufayli shunaqa bo'lib qolgan-ku. Iye, hali Jiti Bonu ham tarixga oshiq bo'lib qolibdilarmi? Laylo, nega jim turibsan? Men hech kimga oshiq bo'lmaganman, o'zicha to'ng'illadi Jiti. Shu joyda ularning yo'llari ayrildi. Qizlar Laylo bilan xayrlashib, yana o'z yo'llarida davom etishdi. 3 kvartaldagacha Laylo bir o'zi ketdi. Ko'k Mercedes haliyam qo'shnilarning eshigi oldida turardi. Jigarrang kostyumli oqsoch odam mashinasiga xayolchan suyanib turardi. Kimdir uni chaqirgandek bo'ldi. Ey, mallasoch, bu yoqqa qara. Laylo o'girildi. Uning yuziga kimdir to'pponcha o'qtalib turardi.